Xo'sh, men bu dunyoga yaraldim. Bu dunyoga keldim, o'zimning ixtiyorim bilan emas. Lekin bu dunyoda yashashim kerak. Bu dunyoda garchi agar o'zim xohlab bo'lsam, xohlamay bo'lsam xato qilsam, nega men narigi dunyoda berishim kerak? Keyin yana xuddi shunga o'xshagan savol, nima uchun islom dinida kofirlar do'zaxga kiradi deydi. Garchi shunday kofirlar bor, ya'ni Xudoga ishonmaydigan yoki boshqa dindagi nimalar bor. Ular islom olamida ham eng yaxshilik qilgan insonlar bilan baravar kerak bo'lsa yaxshilik qilgan. Ularning joyi endi do'zaxda bo'ladi. Xo'p, birinchi savolingizga javob. Savolingizni sal siz bilan biz tushunadigan formatga keltirganimizda javobi chiqadi o'zi. Birinchi savolingizga javob. Nimaga men O'zbekistonda yashayapman? Ota-onam nimaga menga O'zbekistonda dunyoga keltirishdi? Endi men O'zbekistonning qonunlariga amal qilmasam, jinoyat qilib bilmasdan xato qilib qo'ysam, qamalamanmi? Qanaqasiga adolat bu? Deganga o'xshagan savol beryapsiz. Sizni Alloh taolo inson qilib yaratdimi? Qadaridan, yeridan chiqib keta olmaysizmi? Osmondan, ya'ni teshib boshqa yoqqa keta olmaysizmi? Sizni aqlingiz yetadigan gapni Alloh taolo sizga yetkazadi. Siz oldingizdagi narsadan javobgar bo'lasiz. Jinoyat qilsangiz javob berasiz. Albatta javob berasiz. Jinoyatni yozib qo'ygan. Ha, yozib qo'ygandi. Javob berishingiz uchun yozib qo'ygan. Siz bahona qila olmaysiz. Nimaga yozib qo'yar ekan, men xohlamayman. Qayoqqa xohlamaysiz? Xohlamaganingizda edi, ha, dunyoga kelganingizni Alloh keltirganiga iymon shu. Xohlaganingizda edi, kelmas edingiz. Xohlaganingizda o'lmas edingiz. O'lasiz bir kun. Dunyoga keldingizmi, o'lasiz. O'lasizmi, qayta tirilasiz. Albatta mana shu tirilgan paytingizda sizdan qilgan har bitta qadamingizdan so'raladi. Men bilmabman deya olmaysiz. Sizga bildiradigan odamni Alloh taolo yetkazadi. Mana shu suhbatimiz tasodif emas. Sizga hujjat qoyim bo'lyapti. Siz albatta bu gaplardan ongli ravishda so'ralasiz. Senga men jo'natgan edim, tushuntirgan edim, nimaga amal qilmay kelding deydi. Endi nimaga kofir odam jahannamga kiradi? Chunki Allohni yaratganini inkor qilgan odamni boshqalarga qilgan yaxshiligi yaxshilik deyilmaydi. Siz otangizni urib, qo'shningizga sho'rva qilib bersangiz, otangiz sizni kechirmaydi hech qachon. Siz birinchi o'rinda sizni yaratgan zotni tanishingiz kerak. Keyin qolgan narsalarni yaratgan zotni buyrug'i bilan eng to'g'ri usulda amal qilishingiz kerak. Ha, dunyoda yaxshi kofirlar bor. Dunyoda yaxshi kofirlarga Alloh taolo zulm qilmaydi. Dunyoda unga yaxshilik beradi. Ko'zini ko'radigan qilib qo'yadi, rizqini keng qilib qo'yadi, sog'lig'ini salomatlik qilib qo'yadi.